Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2026-yilda hovliga mana shunday chiroyli qilib so'nggi fasondagi naves qilaman deganlar mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaring batafsil qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Hozirgi kunda bag'dodlik ustakalarimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchiga chiroyli qilib shumkali fasondagi, undan tashqari mana shunday gibrid qilib naveslarni bitirib berishdi. Bundan tashqari leksalli, lazerli, oddiy shumkali, undan tashqari oddiy naveslaringni ham bemalol eng arzon narxlarda O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bir xil qilib chiroyli qilib xizmat qilib berishadi. Bittadan like bosib, niyat qilganlar chiroyli qilib niyat qildim deb kommentga yozib tursalaring, bo'lmasa usta Abdusalom akamizdan ma'lumotni berib o'tiramiz. Assalomu alaykum. Ildorjon, Ustaga tushimsiz, sizlar yaxshimi, charchimi? Rahmat. Qo'llaring tart ko'rmasin aka, keyingi Fayzli xonadonimizga ham chiroyli qilib bitirib bersizlar. Ha, xudo xolasa chiroyli qilib. O'sha necha kvadrat bo'ldi aka bu yerimiz? Ildorjon, buni eni 11 metr, uzunasiga 18,5 metr, 203 kvadrat, 66 millionga bitgan. Navesimiz, to'g'rimi? Zo'r aka. Xo'sh, materiallari qandayda ishlatildi aka bu yerimizga? Materiallari Ildorjon, mana stoykalar 8 ga 8, 202 tena qalinligida. Mana firmalarimiz, xorlarimiz 4 ga 4, 107 qalinlikda, ichiga sal lazer aralashtirib qo'yib berganmiz. Ko'rinishi chiroyliroq bo'lishi uchun, to'g'rimi aka? Ko'rinishi, Zo'r. Shadalarchi aka, reykalarimiz. Shadalar 3 ga 2, 1,5 tena qalinlikda 50 sentdan terib berilgan bu. Aka qarang, bu nima uchun shumkali dedi? Nimani hisobiga shumkali qilib beradi? Bu shumkali degani Ildorjon, mana birinchi tashlanadigan DVP faner, o'rtasiga falga, keyin 0,4 qalinlikdagi tunikani yopib berganmiz. Hali nima deydi? Yomg'irda shovqinlasa o'tkazdirmaydi. Shuni Quyoshda sig'ini ham o'tkazdirmaydi, to'g'rimi? Quyoshda sig'ini ham o'tkazdirmaydi. Zo'r aka. Xo'sh, aka, bundan tashqari o'sha aytib o'tilgandek, stoykalarni, xoralarni, firmalarni, undan tashqari polni lazerli qilib, leksali qilib ham berilaveradi. Berilaveradi. Zo'r. Xizmatlar qayerlargacha aka endi? Xizmatlar 12 ta viloyatga. Bir xil narxda ketadi. Bir xil narxda ketadi mana shunaqa. Misol uchun Vodiyga ham, Vohiga ham, Toshkentga ham narxni o'zgartirish yo'q, bir xil narxlarda ketaveradi. Uyda egasidan nimalar talab qilinadi? Uyda egasidan endi kelganimizda shu 4 komplet lesa, keyin uzoqroq joyga borsak, yotoq joy, shu oziq-ovqat narsa bo'ldi. Zo'r. Boshqa narsa kerak bo'lmaydi, Boshqa narsa kerak bo'lmaydi. Hamma yo'q ichida. Zo'r aka. Xo'sh, necha kun mobaynida ustunovka qilib beriladi? Buni Ildorjon o'zi kelib o'rnatishimiz 2 kunda o'rnatamiz. Ustunovka qilib chiroyli qilib bitirib beramiz. Endi kelib dogovor qilib ketgandan keyin 15-20 kun ichida olib kelib o'rnatamizda buni. Sizlarga qanchadir summa o'tkazib berish kerakmi? Dogovorni 30% ni berishsa, 20-30% bersa, shu keyin olib qolganini bitganda berilaveradi. Bitganda ko'rib beraveradi. Zo'r. Demak, ustaxonada tayyorlanadi, bu yerga kelib 2 kun mobaynida ustunovkasini qilib beriladi. Uyda egasiga qiyinchilik tug'dirilmaydi ekanda, to'g'rimi aka? Bozorga bor, uni olib kelib ber, buni olib kelib ber. Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Hamma hafta 10 kun, 15 kun ovqat qilib ber, uni bo'lmaydi ekanda, to'g'rimi? Yo'q. 2 kun mobaynida bitirib beramiz. Zo'r aka. Narxlari qanchadan boshlab qanchagacha bo'ladi? Ildorjon 280 mingdan 600 minggacha bor. 600 Asosiy holati, shuna variantlari ko'p. Mana shunimizni qanchadan qilib berdingiz aka? Buni 330 ming so'mdan qilib berganmiz. 330 mingdan bizga tushgan. Zo'r aka. 280 minglik qana bo'ladi? 280 minglik mana shunaqa variantda bo'lib, tunikani o'zi bo'ladi. Shumkali bo'lmaydi, to'g'rimi? Shumkali bo'lmaydi. Misol uchun 600 minglik qanday bo'ladi? 600 mingliklar o'sha hozir aytib o'tgandek, ustullari ham lazerli, xorlari, mana firmalarning ichi ham to'liq lazerli bo'ladi, keyin tepasiga leksan olib beriladi. Xudo xolasa eng so'nggi fasondagisi bo'ladi, to'g'rimi? So'nggi fasondagisi. Zo'r. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Aka, bu yerimiz qanchaga tayyor bo'ldi dedingiz? 66 million so'mga. 66 million so'mga usta puli, materiali, hamma narsasi ichida, to'g'rimi? Hattoki tunikasi, kraskasi. Samarez ham olib bermaydi, bitta dona samarez ham olib bermaydi. Hamma yo'q ichida o'zimizdan bo'ladi. Uzoq joydan bo'lsa yotoq joy, lesasi, oziq-ovqatini qilib beradi, bo'ldi. Ozgina to'k beradi, to'g'rimi aka? To'k beradi. Xo'sh, aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Bizni kanaldan chiqsa, imkoni boricha arzonroq qilib skidkalarni qilib berasiz. Xudo xolasa skidkalarni qilib chiroyli qilib beramiz. Akamiz telefon raqamlarini ekran pastiga yozib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqib, kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumotni olishlaring mumkin. Bizga kanaldan chiqqanlarcha aytib o'tilganda skidka bonuslari bor. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Salomat. Akalar, mana shu videoga bittadan like bosib, tanish bilishlaringga mana shunday Navesda eng zo'rlardan, eng arzon narxlarda qildiraman deb yurganlarga jo'natib qo'ysalaring kimgadir foydali, manfaatli bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.